Yo, hammaga va alaykum assalom, mening bobotiklarim, sizlar bilan men FireMuz. Bugungi video roligimizda pizdes bo'lgan telefonchi modlarini ko'rib chiqamiz. Siz esa videoga qulayroq o'rnashib oling, like bilan obunani bosib qo'ying, yoningizga esa qiz bola do'stingizni chaqirib oling. Shunday ekan biz video roligimizni boshladik. Xullas bu bahaybat dinozavr, umuman butun dunyo dinozavrlari modi sizlar uchun juda kerakli mod bo'ladi. Bu bizning top 10-modimiz. Top 10-mod xuddi shunday bo'lsa, birinchi o'rin qanday bo'ladi? Buning uchun albatta siz videoni oxirigacha ko'ring. Xo'p, bu yerda juda ko'p dinozavrlar bor. Hattoki bu tuxumning o'zidan bu yerga kichkinasi, buningda oqi va sariqlari ham chiqishi mumkin. Chiqishi mumkin bu shunaqa. 3 xil turi bor, 4 xil ekan. Bunaqa tuxumlardan yana bu yerda to'la yotibdi. Masalan, bu yerda ko'rsatishimiz mumkin. Men bu yerda hammasini san ko'rmadim. Kommentariyga top 10 modlar listasini tanlaysiz. Men esa u bilan birga vijvana qilib YouTube'ga joylayman. Qisqacha qilmaydi, bu oddiy qisqa ekan. Muhim bu modni siz albatta o'zingiz o'ynab ko'rishingiz kerak. Men esa buni Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanal silkasi описаниеda. Buning uchun nima qilish kerak, qanday modni unutadi, bu sabablarni esa ana shu yerda ko'rib turasiz. Va bizda keyingi dinozavr ucha oladigan 3 qanotini sinib qo'yganmiz yana. Buni o'ldiraman kerak. Ana, mana bir-biri bilan urisharkan. Sol etlaysan, davay. Молодец. Bular ajoyib dinozavrlar ekan. Mana xullas bu modda o'zingiz qo'yishingiz shart emas. Vijvana qilsangiz o'zi to'la yotadi ichida bunaqa dinozavrlar. Xo'p. Ha do'stlar, ko'rib turganingiz Pinokio. Siz buni oddiygina multfilm deb o'ylagansiz, lekin bu yerda Minecraft u yovuz maxluqqa aylanadi. Uni aldasa burni o'sar edi. Bu yerda to'g'risi bu mod bilan hali o'ynab ko'rmadim, lekin bu aniq horror va juda kuchli bo'lishi aniq. Menimcha uncha kuchli yenga olmaydi hech kimi. Hozir kimlarni urushda ko'ramiz. Qani bizda kimlar bor? Kim? Xo'p. Varden, qishlog'i, Golem, Jenny Mod. Yana kimlar bor? Oddiy Vindicator. Kechi. Urmaysanman uni. Mazami sizlarga mazami. Voy. Qoch ketadi. Eng to'g'ri yo'l Varden. U Varden hech kimga qarab o'tirmaydi. Qani, Varden. Chalish. Sol endi. Bos. Ya uçak Birga birda aniq buni yutish imkoni. Siz qo'shib o'ynashingiz mumkin. Bekorga bu 9-o'rinda emas. Varden g'olib chiqdi va o'zi doim g'olib chiqqan va biz keyingi modga o'tamiz. In your path at midnight dawn, by a graveyard go. If someone whistles, that's mysterious bow. Mana videoyimizda ko'rib turibsizlar. Bular Super NPC. Bilmayman xullas. O'shanaqa mod. Bu kuchayganski, bular yurishni ham bilishar ekan bular. Lekin ajoyib. Короче, bu yerda mel alsa, bu qaraqadir necha mel ekan. Odamlar bu nima? Versiyasi. Xo'p, bu oddiy melisa bu gripp bo'lib qolgan kasal, nogiron. Boshliq ochkili o'zidan kechirib yashab olgan melisa. Tirik qaramaydi. 3 ta zarbaga o'lar ekan. Yomon emas. Normalniy bu serial uchun ajoyib ishlaydi bu modlar.
qanaqadir aytiga nima bu o'zga serialda rasm qo'yib olganmi bu yashirinchular qo'llari qimlab turadi lekin serial uchun ajoyib o'yinchi rol o'ynaganlar. Ayniqsa tepasiga nik qo'yib qo'ysalar hech kim bilmaydi. Hamma oddiy o'yinchi deb o'ylaydi. Bu bizning 8-modimiz edi. Keyingi modga o'tamiz. Menimcha sizlar esa videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Keyingi modga o'tishimdan oldin. Unday bo'lsa biz keyingi modga o'tamiz. Reminders of how you don't feel the same. Oh, the burning pain. Listening to your heart pump out some you so many. Ha do'stlar, ko'rib turganingiz bu Herobrine modi. Bu mod to'g'risi men o'zim hali o'ynab hech qilmaganman, lekin bu mod Herobrine'ni qo'shadi. Bu o'ta avj Herobrine. Ikkita Herobrine bo'lib qoldi. Bu ikkinchisi juda dovdirab yuradi. Birinchisi lekin sizni kunma-kun qo'rqitadi. Men vijdonga o'tsa meni aniq o'ldiradi. U juda ko'p. Xolos, короче, kuchli u. O'ldirish qiyin buni. Joni kechishga qadar sekin ketadi. Men 500 ta bitta askarim meni imperiyamda 10 ta zombini o'ldira olardi. Unaqadan 500 ta askar buni o'ldira olmadi. Mahmudjon, Mahmud. Kallasiga zarbalar ta'sir qilmaydi, faqat qorniga. Короче, tushundinglar, bu bilan bizni qilib o'ldirish qiyin. Lekin hozir ikkita. Ikkinchisi bu bizni qo'rqitadi, qochib yuradi. Shunaqa ishlar qiladi. Mayli qo'shib o'ynasanglar, lekin normallik bo'ladi. Xohlasanglar bu tuxumdan alohida paydo qilib olasizlar, rosa kuchligini, bo'lmasam sekin-sekin paydo bo'ladi o'zi avtomatik. Agar mana shu modni tanlasanglar, kommentariyada shu mod bilan birga vijmana qilaman. Boshqa modlar tanlasanglar, o'shalar bilan kommentariyada yozib qoldiring. Biz esa keyingi modga o'tamiz.